Aziz dostlar, meşrep faaliyetimiz başlandı. Kene diqqətinizlə ekranımız olsun. Yaxtırıb görüşünləri ümid qılırıq. Apa, meşrep degen nime? Balam, bu meşrep faaliyetini dikkat kılıp görsen azrak olsun düşünüp alsan. Apam doğru deydi o balam. He, ballarım. Bana ıssıq bir piyalı çay ekep veringlarçı. Meşrep challenge başlanay dep kaldı. O koydular bulunla meşrep challenge başlandı diye. Ya balamlar. Ben meşrep challenge başlap gitti. Şaşırtırıp görünler size. Oy, nima ketding miyalarga? Ojan. No? Ko'rib qoldi chumani. Oy! Ese! İmmanda peyz oynaydı mafkanzla. Həpəli meşrep de mışak oynaydı cuma. Əfsus mən öydə oturıverdim benim şeyde qap qaldım. Ay can bir Ahmet işten qıp durdum. Yığına sayınıp durdum. Her qanday joyda özümni östürüp tursam yıllam. Hey, özümni bir qızıtıb qo'shaq qo'ygan bo'lsam bo'ladi, lekin meşrepni qana oynayman de. Hey ras. Bir amal geldi. Anne. Ah taş, kök taş, derya buyu süzük taş, memle meşrep oynaydıgan dostlar bamu. Mana Diliyar muşundaq 3 qitim çavaq çeliplam meşrep royga kirib dünyanın her qaysı yerlerden dostlarını yığdı. Hemmeyni xushal qilish uchun bu xasiyetlik, ma'nilik hem yanılıqlar bilan to'lgan meşrep faaliyetini başlap keldi. Ba. Avazınla bamey. Ba. Bar.
şu boyda izlep geldim. Abam yok benim, çağım yok benim, meşrep yok yedim. Meşrep olsa, mında bolsa, hemme kişi şohlisa. Bağım yok benim, çağım yok benim, meşrep de yok yede. Günlük bağdı yayramsız, bul bul bulup sayramsız, bul bul bulup sayramsız. Abur meni yaxşı görüp, hem dilikte taşlamsız. Abur meni yaxşı görüp, hem dilikte taşlamsız. Bağım yok benim, çağım yok benim, meşrep yok yerde. Meşrep yok yerde, çağım yok benim. Almaktamız dep geldik, gül tutamız dep geldik, gül tutamız dep geldik. Abi gikidek meşrepte gidek meşrepte şok koylamız dep geldik. Bağım yok benim, çağım yok benim, meşrep yok yerde. Bağım yok benim, çağım yok benim, meşrep yok yerde. Çağım yok benim. Adaş meşrep başlandı. Bana. Erik bulsa, ta bulsa, su başlıysa, taşmıysa. Su başlıysa, taşmıysa, meşrep bulsa, mında bulsa, emme kişiye şohlıysa. Meşrep bulsa, mında bulsa, emme kişiye şohlıysa. Bağım yok benim, çağım yok benim, meşrep yok yerde. Bağım yok benim, çağım yok benim, meşrep yok yerde. Çağım yok benim. Bağım yok benim, çağım yok benim, meşrep yok yerde. Bağım yok benim, çağım yok benim,
meşrep yok yerde çağım yok bilen. Aydın çıraylık oynaylı hey dostlar, gündün çıraylık güleyli can dostlar. Boğda içilgan oynaylı hey dostlar, gündün çıraylık güleyli can dostlar. Oynaylı güleyli yayraylı dostlar, bulbul degnava eylep sayraylı dostlar. Şatlansın külsün oynaylı hey dostlar, miskin kümülle küleyli can dostlar. Kadimimizden oynaylı hey dostlar, içilsin gülle küleyli can dostlar. Oynaylı küleyli yayraylı dostlar, bulbul deknava eylep sayraylı dostlar. Balam, mavi meşrep challenge sana yaktı mı? Pah, ma meşrep challenge bana hecep yarap ketdi. Pah, ma bek peyzi boldu ya. Bu meşrep challenge sizlarga yordimi? Oho, ya balazlar. Ma meşrep challenge'ni pikka o'tirib ko'rdinglarmi? 2-chi bo'lim bag'o pat arada chiqdi. Qatnashamsanglarmi? Qo'llab qo'yinglarmi? Aziz do'stlar, meşrep faoliyatimiz sizlarga yoradimi? Keldik.
o'tganga jahon kezib yurganda aşk bir karar buldum yarni tunji ko'rganda Şu tağıstanni bo'ylab keldim men Shahistanga Yarim parvo qilmadim naqsha to'lab kutganga Balalikka yetganda men Beijingga ketganda Yarim bilan to'y qildim menlimizniki banga To'la jilib ketdi sochimizga danga Ketib oldim akşamga ko'nglim qolmasin senda Yo'llashdim bugun akşamızı oyda meşrep Oğlab, kızlab hammasi o'yin qilib yosh bol To'rdaşdim bugun akşamızı oyda meşrep Oğlab, kızlab bugun akşamımızı oynayalım It's the man with the master plan. I'm here to turn it out with the mic in my hand. Yo, yeah, y'all know what time it is. Mana. Assalomu alaykum aziz qardoshim, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Bu vaqtingiz sizning xayrlik ham xushallik o'tayotganini chin ko'nglimdan tilayman. Mening ismim Dilyar Asqar bo'ldi. Men hozir Toronto, Kanada turman. Bu bizning tunji qitim laylagan Mashup Challenge filmimizni siz yoqtirib, ko'nglingizni chin ko'nglim umidlayman, ta'siringizni umid qilaman. Ham shu bir umr sizning shu xotiringiz qolgandek, esingiz qolgandek bir xil sizga kayfiyat ekligimni chin ko'nglimda umid qilaman. Men bu fursatdan tayinib sizlarga bir ikki so'z so'zlay deb o'tgandim. Yine shu diqqatinglarni chashmay anglab berishingizni chin ko'nglimda umid qilaman. Men o'zim oilam biz Kanada kelgili xeyli uzun yil oldi. Men 9 yoshimda kelgandik. Men mana 7 oyda 25 yosh kirmoqchi. Buni deyish maqsadim shu, mening Uyg'urcham shuncha mish Kanada yetib o'sgandan keyin Kanadaning tilini o'rganaman, mush yerdagi hayot turmushga o'zimni shug'ullantirman deb afsus Uyg'urchamni men yaxshi ching tutib o'rganmabdiman. Ota-onamlarning gapini yaxshi anglamabdiman. Cho'ng'igan o'sib yetilayotgan vaqtimda shunday bo'lsa-mu men yaqinchilar tirishib Uyg'urchamni o'stirishga tirishib keldim. Mening shunchalik kamchilikim bo'lsa-mu men mush fursatdan foydalanib uyimizda bo'lib qolgan dunyodagi har jarayondagi Uyg'urimizni yig'ib mushnaq bir faoliyatni hal qilishga men tirishdim. Endi shu gapni qisqasini deganda men shu boshqa Uyg'ur yoshlarga, boshqa Uyg'urlarga hammasiga men bir deb qo'yadigandim u bo'lsa-mu o'zinglarga ishoninglar, o'zimiz bir-birimiz nimla bo'lsak ittifoqlashaylik. O'zimizning qanchalik ziyrakligimizni, xosiyatli bir millat ekanligimizni, shunchalik bir qimmatimiz borligimizni unutib ketmaylik. Mening hech qanday bu film ishlaydigan, bunday aktyorchilik qilish, filmni laylaydigan hech qanday mening hunarim yo'q. Men bir oddiy bir bola hamda shu yashab ketib olgan. Shunday bo'lsa-mu men tirishib Uyg'urcham chalib olsa-mu, hech qanday hunarim yo'q olsa-mu, shu mush filmni biz laylab keldik. Aşı bir gapni demoqchidim. İkincilab shu bu bizning ishlash filmimizning maqsadi siz his qilishingiz mumkin. Bizning maqsadimiz shu mushu hammamiz uyda qolib qolgan vaqtda Uyg'urlarning sirt dunyodagi har qanday odamlarning biz ro'yini ko'taraylik deb plan bilan men boshlagandim. Ro'y ko'tarishdan sirt shu o'zimizning Uyg'urlik qo'limizda qanchalik go'zallik ishlar qila oladigan ish baqlasak, ni ko'rsatish uchun o'zimiz zirakligini, go'zalligimizni, millatimizning o'xshamaydiganlarni ko'rsatishga tirishdim, o'zimizning talantini. Endi shu mush filmning bizning uyini umid qilganim shu vatandagi qarindoshlarimizni ko'rib kelsin deb tilayotman.
Bununla men muşunun o'xshash, lekin sal o'zgartib chiqadigan taqdirni tirishyapman. Endi bizning o'zimning plani mushu ikkinchi mushu qismini yetqi to'g'irlab mening layligim bor, yeni odamlarni yig'ib mushuni yoqtirgan bo'lsangizlar. Shuningdek sizlar buni yoqtirgan bo'lsangizlar, xapamay bizni qo'llab bergan bo'lsangizlar, mushu birinchi qismni taqdib, ham sizlarda sharoit bo'lsa, iqtisodiy jihatda bo'lsa-mu yordam qo'ygan bo'lsangiz. Chunki bundaq filmni yasash degan men o'zim shu narsani o'zim o'rgangash, laylab qildim, tirishdim, uxlamay qilib, shundoq tirishib ketdim. Uni demasam bo'laverdi. Shunday bo'lsin, bir odam bilan qilib ketish intayin tas bo'ldi ekan, lekin shunday bo'lsa-mu, men hamma menga yordam qilgan do'stlarga men barliq rahmatimni aytaman. Shunday bo'lsa-mu, shundoq chiq ajrlar ketdi har qanday jarayonlarda. Shuningdek sizlar shu uyghurs.com ga berib sizlar qo'llab bergan bo'lsanglar, biz chin ko'nglimizda umid qildik. Sizlarning mush ikkinchi bo'limni ko'rganingizlar bo'lsa, bizning mushuni qo'llashni sit bizda 21 men hozir laylatgan 21 ta project bor, u bo'lsa uyghurs.com. Uyghurs.com degan shu dunyodagi har qanday jarayondagi odamlarni Uyg'urlarga tunishtirish bir yanfon program bo'ldi. iPhone bilan Android telefonlarning. Ham bu degan xili cho'ng project, bunga shunaq chiq ajr, vaqt, iqtisodiy jihatlar har qanday jihatlar kuch ketib bordi. Shuningdek meni qo'llab berib, meni menga ishinib, nim qilishingizni umid qilaman. Biz mushu bizning iqtisodiy jihatda nish bizning goal nim deydi. Nishonimizga yetsak, hamda mushu pul erishadisak, ikkinchi qismini qilish, ham mush projektni biz amal qilish, laylash bo'ldi. Aniqlikla deganda men mush jarayonda har bir menga yordam qilgan odamga men chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Mush necha yuz odamlarga men to'xtamay o'xshash gapni da'vadim. Men ko'pdan ko'p rahmat deb men chin ko'nglimdan rost men qanday ish bo'lishini bilmadim. Shunday bo'lsa mush ajrlarim bilan Ravus men sizlarga rahmat aytqanimni men yesqingizlarni umid qilaman. Mushu yaxshi laylab chiqarganimni. Sizlar bo'lmagan bo'lsangizlar, sizlarning yordamingizlar bo'lmagan bo'lsa, ya menga fikr bergan bo'lishingiz mumkin, ya menga siz naqshchi bo'lishingiz mumkin, usulchi bo'lishing, ya bir sahna chiqqan odam bo'lishingiz, nimki bo'lgan bo'lsangiz, siz cho'qim cho'ng taraflardan menga yordam qilasiz. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, men buni qabul qila olmadim. Shuning uchun hammangizlarga men chin ko'nglimdan rahmat aytaman yana bir qitim. Ko'p rahmat, nasib gapim mishad oxirlashsin. Barliq do'stlar yana meni to'xtamay qo'llab berganingizlarga, mush Instagramimda, mush projektlarimda boytaq.com boytaqlar yordam qilib projektlarimga narsaga yordam qilgan uchun ko'nglim umid qilaman. Mush sizlar meni yana qo'llab bersangiz, mush yetib qilish, laylashga tirishaman. Biz mush nishon yasak, andan keyin yana mush projektlar Uyg'urimiz bo'lgan mush muhim vaqtdagi quvvat qarashlarimizni to'xtamay qilishimizni umid qilaman. O'zim mushning tilni ajrimni sindirishni umid qilaman. Yana davomlashishga qo'lishingizni rahmat aytaman. Ko'pdan ko'p rahmat. Sal chala chiqqan bo'lsa-mu, xatolik yer bo'lsa-mu kechirdim. Keyin qitimga biz cho'qim men tilni yaxshilaylashga men tirishman. Rahmat.